Xo'p, ustozlar, 3-dars misollar yechimini ko'rishda davom etamiz. Xo'p, bizda navbatdagi masalamiz shartiga e'tibor beramiz. Shart o'sha o'zimiz bilgan so'zlardan tuzilgan. Agar x kvadrat minus 2x minus 15 nolga teng va x musbat bo'lsa, which of the following? Quyidagilardan qaysi biri must be equal to 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, berilgan shart bo'yicha masalani ishlaymiz. Demak, x kvadrat minus 2x minus 15 teng 0. Bundan x1 teng 5, x2 teng minus 3. Bizga x katta 0 shart berilgani uchun, demak bizda x sifatida 5 ni tanlab olamiz. Xo'p. Endi birinchi variantga keladigan bo'lsak, birinchi variant 5 ni qo'ygan vaqtimizda 0 ga teng bo'lmaydi. Ikkinchi variantga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi variantimiz mana bu shakldagi ifoda. Demak, bu 5 ni qo'ygan vaqtimizda 0 ga teng. Uchinchi variantga keladigan bo'lsak, uchinchi variantimiz ham 5 ni qo'ygan vaqtimizda 0 ga teng qiymat chiqadi. Demak, 2 va 3. 2 va 3 faqat. 2 va 3 faqat 2 va 3. Demak, bizga D variant. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimiz geometriyaga doir masala. Bu yerda yangi so'zlarimiz bor. Lug'atdan qarab, takrorlab, yodlab ketamiz. Xo'p, in the figure above, yuqoridagi shaklda BCD uchburchakli hududning yuzasi nimaga teng? BCD uchburchakli hududning yuzasi nimaga teng? Xo'p, tarjimasi tushunarli bo'lsa, demak, ishlaymiz. Pifagor teoremasidan 4/2. Yana to'g'ri burchakli uchburchak. Pifagor teoremasi qo'llaydigan bo'lsak, 4/2. Demak, buni yuzasi, bizga yuzasi kerak edi, uzr. Mana katetini topib qo'yibman. Demak, 1/2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4/2. Yuzamiz 8/2 bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Keyingi masalamiz sharti ozgina murakkabroq. Xo'p, tarjima qilamiz. What is the perimeter? Perimeter nimaga teng? Deyapti. In meters, metrlarda o'lchanganda. Xo'p. Of a rectangular garden. Demak, to'g'ri to'rtburchak, rectangular degani to'g'ri to'rtburchak degani. To'g'ri to'rtburchak bog'ning, xo'p, wide bu eni bo'ladi, kengligi eni. Eni 6 metr. Has deyapti, bor. Demak, gapni ikkinchi qismiga tarjima qilamiz. Gapni oxiridan kelamiz. 12 metr kenglikka va 16 metr uzunlikka ega to'g'ri to'rtburchakli o'yin maydonchasi yuzasiga teng yuzaga ega. Demak, tarjima nima bo'ladi? Xo'p, kengligi 6 metr bo'lgan bog', kengligi 6 metr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shakldagi bog', kengligi 12 metr, uzunligi 16 metr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi o'yin maydonchasi bilan bir xil yuzaga ega. Has the same area degani mana buni yuzasi bunda ham bor degani. Has the same area, ya'ni biz o'zimiz tilda soddaroq aytadigan bo'lsak, ikkalasi bir xil yuzaga ega deb tarjima qilinadi. Xo'p,
Bizadan o'sha bog'ni perimetrini so'rayapti. Xo'p, demak, yuzalari teng bo'lsa, biz hozir topgan 32 bu bog'ning bizga o'sha uzunligi, kengligi bo'lib qoladi. Biz chizma bo'yicha 32 va 6 bo'lyapti. Mana buni ikkita yuza tengligidan foydalanib topdik. Xo'p, shaklni perimetri D variant. Ko'ryapsizlar ustozlar, tarjimasi murakkab ko'ringani bilan ishlash usuli unchalik murakkab emas. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. The number of rooms at Hotel G. Xo'p, ana shu yerda bir narsani aytib ketishim kerak. Mana bu is so'zini. Isni ingliz tilini biladigan ustozlarimiz yaxshi bilishadi. To be. Mana bu tarjimalarda bizga is bilishimiz nima uchun kerak? Tarjima qilishda isgacha bo'lgan qismini bitta tarjima qilib olamiz. Keyin qolgan qismini iloji boricha oxirdan tarjima qilib kelamiz. Demak, J mehmonxonadagi, demak J mehmonxonaning nomi. J mehmonxonadagi xonalarning soni deb turib ma'lumot beryapmiz biza. J mehmonxonadagi xonalarning soni H mehmonxonadagi xonalar sonining 2 barobaridan 10 ga kam. Demak, less so'zini biza berganmiz lug'atda. Less so'zi xo'p, kam deb tarjima qilinadi. Dan so'zi bu qo'shimcha, ya'ni dan deb turib gapni ulab beradi. Twice so'zini keltirganmiz, 2 karra, 2 marta deb olganmiz. Ya'ni tarjimaga e'tibor beringlar, izgacha bitta tarjima qilib olyapman. Mehmonxonadagi xonalarning soni, raqami H mehmonxonadagi xonalar raqami 2 barobaridan 10 ga kam. Demak, J mehmonxonanikini J deb belgilasak, H mehmonxonaniki 2 barobaridan 10 ga kam. Xo'p, tarjimani davom ettiramiz. Agar the total number, umumiy soni xonalarning, demak, mana izgacha bitta tarjima qilib olamiz. H mehmonxona va J mehmonxonadagi xonalarning umumiy soni 425 bo'lsa, agar H mehmonxonadagi va J mehmonxonadagi xonalarning umumiy soni 425 bo'lsa, demak J plus H teng 425. What is the number of rooms at Hotel J? J mehmonxonadagi xonalarning soni nechta? Xo'p, oddiy tenglamalar sistemasi. Sistemani yechadigan bo'lsak, xo'sh, J teng 850 ayrilgan 2J ayrilgan 10. 3J 840. J teng, demak 2 280. Bu bizga E variant. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Demak, ustozlar, bu masalaning shartiga e'tibor berasizlar. Shart
murakkab ko'rinyapti. Xo'p, tarjima qilib ko'ramiz. Misol murakkab yoki osonligini o'zlaringiz bilib olasizlar. Xo'p, expression so'zini o'zi adashmasam 3 yoki 4 marta ishlatyapmiz har xil misollarda. Expression ifoda. Izgacha bitta tarjima qilamiz dedim. In factorial ifoda defined so'zi aniqlangan, berilgan degan. As degani kabi. Xo'p, 1 throws n buni aytdim. 1 dan n gacha deb lug'atda berdim. From 1 throws n 1 dan n gacha. Demak, tarjima qilamiz. N factorial mana bu n undov ifoda 1 dan n gacha butun sonlarning ko'paytmasi shaklida aniqlangan. Ya'ni aytayaptiki, mana n undovchi ifoda 1 dan n gacha butun sonlarning ko'paytmasi shaklida aniqlangan deyapti. Ya'ni o'sha faktorial haqida bizga ma'lumot bermoqchi bo'lyapti. Agar p is the product of the integers from 100 rows to 199. Demak, agar p 100 dan 299 gacha butun sonlarning ko'paytmasi bo'lsa, tarjimaga e'tibor beringlar. Izgacha bitta kelib olyapman, keyin oxirdan ketyapman. Agar p 100 dan 299 gacha butun sonlarning ko'paytmasi bo'lsa, xo'p, demak p'miz yozib olamiz. P'miz bizga 100 ko'paytirilgan 100 1 ko'paytirilgan hokazo 299 mana shu shaklda ekan. Tarjimani davom ettiramiz. Va qu 200 dan 299 gacha butun sonlarning ko'paytmasi bo'lsa, qu sonimiz demak 200 dan boshlab 299 gacha butun sonlar ko'paytmasi. Which of the following quyidagilardan qaysi biri p taqsim q ga teng? Tushunarli. Menimcha tarjima tushunarli. Xo'p, p taqsim q bizga teng bo'ladi. Xo'sh, 100 ko'paytiruv 101 va hokazo ko'paytiruv 299. Xo'p, qisqartirishlarni amalga oshiramiz. Bular hammasi qisqarib ketadi. Bizga qoladi 100, 101 ko'paytiruv va hokazo 100. Lekin variantlarimizga qarasak, variantlarimiz hammasi faktorizatsiya ko'rinishida berilgan, faktorial ko'rinishda. Demak, mana bu kasr chizig'i chizamiz. Yuqorini ham, pastni ham 1 dan 99 gacha sonlarga ko'paytiramiz. Demak, 1 dan 99 gacha sonlarga ko'paytiramiz. Kasrda asosiy xossasi. O'shandakka surat bizga beradi 199 faktorial. Maxraj 99 faktorial. Demak, bu bizga C variant. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Demak, tarjimada bu yerda yangi so'zlar ishlatilyapti. The sequence so'zi ketma-ketlik deb tarjima qilinadi. Xo'p, is so'zigacha bitta tarjima qilib olamiz. Demak, A1, A2, A3, A4, A5 ketma-ketlik. Izgacha tarjima qildik, endi oxirdan kelamiz. 2 dan 5 gacha n'lar, 2 dan 5 gacha n'lar uchun mana bu shaklda aniqlanadi. Sajda degani shu ko'rinishda, shu shaklda. Xo'p, demak, mana shu ketma-ketlik mana shu formula bilan aniqlanadi. O'zi matematik jihatdan ham tushunib olsak bo'ladi. Agar A5 31 bo'lsa, mana virgul qo'yilyapti. Agar bo'lsa deb F tarjima qilinadi. Agar bo'lsa. Agar A5 31 bo'lsa, what is the value of A1? A1 ning qiymatini so'rayapti. Xo'p, biz buni yozib olamiz. Demak, A5 teng bizga A4 plus 5 bo'lar ekan. Xo'p,
A4 ni yozmoqchi bo'lsak, A4 teng A3 plus 5 bo'lar ekan. A1 plus 5. Xo'p. Mana bu ikkalasidan, demak, o'rniga mos-mosiga qo'yib ketaveramiz. Xo'p, bu yerda bizga bo'ladi A1 plus 10 bo'ladi. Yuqoriga kelsak, endi A3 da A1 plus 10 shaklda ifodalab oldik. Endi bu yerga A3 ga kelsak, bu yerda demak A1 plus 15 bo'ladi. Endi A4 da ifodalab oldik. Yuqoriga o'tsak, xo'p, A1 plus 20 bo'ladi. Xo'p, A5 qiymati bor bizada 31 ga teng. 31 teng A1 plus 20 teng 11. Bizga bu C javob. Keyingi masalamizga o'tamiz. Xo'p. Bu yerda ham bir ikkita yangi so'zlardan foydalanganmiz. Agar S mana shu ko'rinishda bo'lsa, how much greater degani qanchaga katta. How much degani qancha deb tarjima qilinadi. Greater katta, great buyuk, katta. Demak, qanchaga katta deyapti. Oxiridan kelamiz. The mean of the numbers in S. S dagi sonlarning mean degani o'rtachasi. S dagi sonlarning o'rtachasi S dagi sonlarning medianasidan qanchaga katta? Tarjimaga oxiridan keldik. Demak, bu yerda ham is ishlatilyapti. Oxirida isda bitta to'xtab olyapmiz tarjimada, e'tibor qilsanglar. Bu so'roq gap bo'lgani uchun primoy oxiridan kelyapmiz. Xo'p. S dagi dagi deb tarjima qilinadi. S dagi sonlarning mana of degani ning. Sonlarning o'rtachasi bitta to'xtab olamiz shu yerda. Is bor, mana to'xtab olamiz. S dagi sonlarning medianasidan qanchaga katta? How much great? Qanchaga katta. Xo'p, medianasi bilan o'rtachasini topamiz. Bularni medianasini topishdan oldin birinchi o'sish tartibida joylashtirib olishimiz kerak. Demak, 0, 2, 4, 5, 8, 11. Demak, bu variatsion qatorda hozir 6 ta element bo'lgani uchun mediana sifatida mana bu ikkalasidan foydalanamiz. Ya'ni 4 plus 5 taqsim 2. 4,5. Xo'p, endi o'rtachasini hisoblaymiz. O'rtachasi demak 0 plus 4 plus 2 5 8 11 6. Xo'p, bu teng. Uzr. Xo'p. Taqsim 6. Bu teng. Hisoblaydigan bo'lsak, 10, 16, xo'p, 4, 30. Demak, o'rtachamiz 5 ga teng ekan. Qanchaga katta deb savol bergandi bizada. Demak, 5 ayrilgan 4,5. Bu A javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bu savolimiz sharti ko'rinishdan murakkabga o'xshaydi. Qancha? Xo'p, tarjima qilamiz. Hamma so'zlar bizada bor. E'tibor qilasizlar, list is consist degan so'z avvalan bitta masalada kelgandi. Demak, S ro'yxat tashkil topgan, tuzilgan. Demak, 10 ta ketma-ket toq butun sonlardan. Demak, S ro'yxatimiz bor ekan, 10 ta ketma-ket toq butun sonlardan
tuzilgan ekan. Masalan, S ro'yxatimiz qanday? Birinchi sonimiz S deb belgilab olsak, keyingi sonimiz S plus 2, chunki bular ketma-ket tog' sonlar. Keyingi sonimiz S plus 4, mana shu tartibda ketyapti. Xo'p, tarjimani davom ettiramiz va list T ro'yxat consist of 5 consecutive even integers. Demak, T ro'yxatimiz 5 ta ketma-ket juft butun sonlardan tuzilgan ekan. T ro'yxati bunday deb yozib olishimiz mumkin. Xo'p, eng birinchisini T desak, keyingisi T plus 2, T plus 4, 6, T plus 8. Mana 5 ta ketma-ket juft sonlardan tuzilgan ekan. Xo'p, endi aytayapti, agar the least integer in C, ya'ni C dagi eng kichkina butun son, mana is so'zigacha bitta tarjima qilib olyapman, e'tibor beringlar. Agar C dagi eng kichik butun son, the least integer degan eng kichik butun son. Endi davomiga o'taman, yana oxiridan kelaman. T dagi eng kichik butun sondan 7 ga ko'p. Tarjimaga tushundinglar? Xo'p, is so'zigacha bitta tarjima qilib olyapman, oxiridan ketyapman. S dagi eng kichik butun son, agar S dagi eng kichik butun son, xo'p, T dagi eng kichik butun sondan 7 ga ko'p bo'lsa, demak, mana bu S dagi eng kichik butun sonimiz bu. T dagi bu. Demak, S'imiz T dan 7 ga ko'p ekan. Xo'p, how much greater, demak, qanchaga katta, e'tibor beringlar, yana bitta savolda kelyapti shu so'z. Qanchaga katta the average of the integers in C, demak, uzr, tarjima oxiridan kelishimiz kerak edi. Isgacha bitta tarjima qilib qo'ydik. How much greater, qanchaga katta. Xo'sh, T dagi butun sonlarning o'rtachasidan S dagi butun sonlarning o'rtachasi qanchaga katta? Tarjimaga tushungan bo'lsanglar, demak, S dagi sonlarning o'rta arifmetigi bilan T dagi sonlarning o'rta arifmetigini bizga taqqoslab beringlar, deyapti. Xo'p, S dagi sonlarni ham oxirigacha yozib olamiz. Xo'sh, keyingi sonimiz bizga S plus 6 bo'ladi. Xo'p, S plus 8, S plus 10, plus 12 nechta bo'ldi? 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lyapti. Xo'p, 8 ta, uzr, xo'p, 9 ta va 10 ta. Shartda aytilgandi, S ro'yxatimiz 10 ta ketma-ket tog' sondan tuzilgan. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Xo'p, endi S ro'yxatdagilarning o'rtachasini topaman, ya'ni arifmetik ma'noda. Demak, ular yig'indisini 10 ga bo'lishim kerak. Yig'indisi demak bitta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta S plus, xo'p, butun sonlarni yig'indisini qo'shib chiqamiz. 2 ga 18, 20, 20, 2 ta 20, 3 ta 20, 4 ta 20 va bitta 10. 4 ta 20 va bitta 10 bizga 90. Demak, mana shuni endi 10 ga bo'lishimiz kerak. Bu S plus 9. Demak, S ro'yxatdagi sonlarning o'rta arifmetigi S plus 9 ga teng ekan. Xuddi shunday T ro'yxatdagilarning o'rta arifmetigini topsak, bularning yig'indisi, demak, 5T plus 10, 10, 20 taqsim 5. Xo'p, T plus ana shu ikkita topilgan o'rta arifmetiklarni ichidagi farqini so'rayapti. Demak, S plus 9 dan biz ayirishimiz kerak T plus 4 ni.
S ni joyiga biz t plus 7 qo'ysak, demak, mana bu yerda t plus 16 minus t minus 4 hosil bo'ladi. Demak, 16 dan 4 ayirsak, bu bizga 12 variant. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Xo'p, 17-misol. 13-misol. Xo'p, what is the larger of the two solutions of the equation? Demak, oxiridan kelamiz. Mana bu tenglamaning ikkita yechimlaridan kattasi nima deyapti? Demak, mana shu tenglamani ikkita yechimlardan, solutions degani yechimlar degani. Yechimlardan larger kattasi, kattarog'i deb tarjima qilinadi. Kattarog'i nimaga teng? Xo'p, tenglamani yechadigan bo'lsak, x kvadrat minus 4x minus 96. Xo'p, diskriminant yoki Witt teoremasidan foydalansak, bizga erog'i kerak. Demak, javob 12. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Xo'sh, endi mana bu masalada ozgina e'tibor berasizlar. Matematikadan tashqari o'sha inglizcha so'zlar qo'shilyapti. Certain so'zi haqida aytmoqchiman. Certain so'zi ma'lum deb tarjima qilinadi, ma'lum bir deb tarjima qilinadi. O'zbekcha matematikada ham ko'p ishlatiladi. Ya'ni ma'lum bir burchakning qiymati mana bunga teng. Ma'lum bir miqdordagi, xo'p, ma'lum bir so'zi o'zimizda ham ko'p masalalarda ishlatiladi. Bu yerda aytilyapti, ma'lum bir ko'prik, xo'p, 4024 qadam uzunlikda. Feet long, demak, qadamlar o'lchaganda 4024 qadam ekan ko'prik uzunligi. Demak, yozib qo'yishimiz mumkin. S teng 4024. Feet long deb qo'yamiz, qadam uzunligida. Xo'p, boya aytdim, demak, virgul bizga mingni bildiradi. Nuqtacha bo'ladigan bo'lsa, butunni bildiradi. Xo'p, approximately degani ishlatdik, taxminan deb tarjima qilindi. Taxminan, ya'ni shu atrofda. How many minutes, taxminan qancha minut. Does it take degani, does it take, demak, oladi, qancha minut ketadi deb so'rayapti. Taxminan qancha minut ketadi. Xo'p, does it take gacha kelgandan keyin endi tarjimani oxiridan kelamiz. Xo'p, per hour degan so'zga e'tibor berasizlar. Per so'ziga per day, per hour, per minutes deb keladi. Ya'ni bu soatiga, minutiga, kuniga deb o'zimiz masalalarda ham ishlatamiz. Shu ma'noni bildiradi. Demak, soatiga 20 mil o'zgarmas tezlikda yursa ko'prikda. Demak, to cross degani cross yurish, yugurish ma'nosida, kesib o'tish ma'nosida. Demak, soatiga 20 mil o'zgarmas tezlikda ko'prikda yursa, taxminan qancha minut ketadi, oladi. Shart tushunarli bo'ldi. Demak, bu yerda aytayapti, 1 mil uzunlik o'lchovi 5280 minut. 5280 qadam. Xo'p, 20 mil tezlikda yursa, 20 mil taqsim hour o'zgarmas tezlikda yursa, buni endi minutga o'tkazib olsak, demak, soatiga 20 mil yuradigan bo'lsa, 20 ni 60 ga bo'lsak, minutiga 1/3 mil yurar ekan 1 minutda. Kelinglar endi mana bundan foydalanib, shuni qadamga o'tkazib olamiz. Ya'ni 1 minutda 1/3 mil yursa, xo'p, 1 milimiz 5280 qadamligini hisobga oladigan bo'lsak, tezligimiz demak 17 1760
feet taqsim minut deb yozaman. Yil soat tezligi bizada 1760 qadam bo'lar ekan. Minutiga 1760 qadam yurar ekan. Xo'p, ko'prigimizni uzunligi 4024 qadamli. Demak, 4024 ni tezligimizga bo'lsak, 1760 ga. Xo'p, bizaga approximately deyapti, taxminan deyapti. Taxminan bu 4000 bo'lsin, bu 2000 bo'lsin. 4000 ni 2000 ga bo'lsak 2. Demak, yaxlitlab olganimizni bildirish uchun 2 minut ketar ekan. Bejob. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Adashmasam, bu oxirgi masalamiz. Xo'p, tarjimasiga e'tibor beramiz. Prime so'zi o'zi bizga ishlatilyapti. Qaytadan sum so'zi ham ishlatilyapti. Sum yig'indi, prime demak tub. Bular demak masalada nima bo'lyapti? The prime sum of an integer n. Demak, n butun sonning tub yig'indisi degan tushuncha kiritilyapti misolda. N butun sonning tub yig'indisi demak birdan katta, greater than birdan katta. Xo'p, the sum of all the prime factors. Prime factors aytdik, tub bo'luvchilari. N ning tub bo'luvchilari hamma yig'indisi. Demak, tub yig'indi degan tushunchani kirityapti. Tub yig'indi nima ekan? O'sha n sonni birdan katta n sonni tub bo'luvchilari yig'indisi ekan. Including repetitions, ya'ni takrorlanishlar bilan deyapti. Including degani ichiga oladi, repetitions takrorlashlarni ichiga oladi. For example, masalan, the prime sum of 12 is 7. 12 ning prime sumi 7 ga teng deyapti. Qanaqasiga? Chunki 12 ni tub bo'luvchilari 2, 2, 3. O'sha tub bo'luvchilarning yig'indisini prime sum degan tushuncha bilan belgilab olyapti misolda. Tushunarli? Xo'p, aytayapti. For which of the following, quyidagilarning qaysi biri uchun, quyidagi butun sonlarning qaysi biri uchun e'tibor beringlar, is gacha tarjima qilyapman. Demak, for which of the following integers, quyidagi butun sonlarning qaysi biri uchun the prime sum tub yig'indi 35 dan katta deyapti. Demak, mana bu sonlarning qaysi birini tub yig'indisi 35 dan katta deyapti ekan. Xo'p, 440 dan boshlaymiz. 440 ni yozishimiz mumkin. 44 ko'paygan 10 deb yozishimiz mumkin. 44 ni 4 kara 11, ya'ni 2, 2, 11 deb yozishimiz mumkin. 10 ni 2 va 5 deb yozishimiz mumkin. Demak, 440 soni uchun prime sumni hisoblasak, prime sumni, demak, mana bu tub bo'luvchilarning yig'indisi bo'lar ekan. 4, 4 ga 11 ni qo'shsak 15, 15 ga 2 17, 17 ga 5 22. Demak, prime sum 440 uchun 22 chiqdi. Bizda savolda so'rayapti greater than 35, 35 dan katta deb so'rayapti. Xo'p, 512 ga o'tamiz. 512 ni yaxshi bilamiz, bu bo'ladi 2 ni 9-chisi bo'ladi. Ya'ni hozir buni ko'paytma qilib yozmoqchi bo'lsam, 9 da 2. Mana shu 9 da 2 ning yig'indisi prime something 18. Xo'p, 620 ga o'tamiz. 620 ni 62 ko'paytirilgan 10 desak, 62 ni 2 ko'paytirilgan 31 desak, 10 ni 2 ko'paytirilgan 5 desak. Demak, prime sum hisoblasak, bu uchun prime sum, demak, tub bo'luvchilari yig'indisi 2 ga 2 4, 4 ga 5 9, 9 ga 31 40 chiqyapti. O'sha javob topildi. Xo'p, ustozlar, e'tibor berasizlar. Misollarni tarjima qilsak, xo'sh, ishlash unchalik muammo bo'lmaydi. Keyin tarjima jarayonida xo'sh, o'sha lug'at oldilaringizda bo'lsa yaxshi. Ya'ni men shunchaki aytib o'tib ketyapman. Sizlar o'sha lug'atga qarab yana ham yaxshiroq tushunishlaringiz mumkin. Ishlash yo'liga keladigan bo'lsak, tarjimani qilgandan keyin balki mana bu ishlash yo'lidan ko'ra osonroq usul bilan ishlashlaringiz ham mumkin. O'sha videoni ko'rayotgan vaqtda pauza qilib
to'xtatib ko'rishni tavsiya qilaman. Ya'ni tarjimani bilib olgandan keyin to'xtatib, balki o'zida boshqacharoq usul bordir. Fikrlab ko'rasiz. Xo'p, keyin uyga ishlash uchun tashlayotgan misollarim bo'yicha ham shunaqa video dars yoki onlayn shaklda dars amalga oshiramiz. Har 3 ta dars yakunida o'sha inglizcha yod olgan so'zlarimiz bo'yicha bilimimizni sinab ko'rish uchun kichkinagina test o'tkazib ko'ramiz. Demak, takrorlash va tarjima qobiliyatini oshirib borsak, mana bu shartli 4 qatorli emas, 5 qator, 6 qatorli masalalarni ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Darsimiz tugadi.